Şinjan Kamera Medeniyet Tarqıtış Şirketi televiziya ilanı, televiziya programması, televiziya teatrı, mikrofilmlarni ishlash, shundaqla cho'ng kichik murosimlarni planlash va o'tkazish. Shirkatlarning tashviqot planini tuzish va LED ekranini ijara berish qatorliq turlar bilan shug'ullanadi. Agar yuqorqi turlarga ehtiyojingiz bo'lsa, Kamera Madaniyat Tarqitish shirkati sizning eng yaxshi tanlashingiz bo'la oladi. Şinjan Kamera Madaniyat Tarqitish shirkati. Yangi asr to'y mulozimat markazi. Somebody I can kiss. I want something just like this. I want something just like this. Hayotingizdagi unutilg'isiz eslamalarni qoldiradigan to'y marikingizning texmi go'zal, ma'nalik bo'lishi uchun yangi asr to'y mulozimat markazimiz har xil to'y mashinalari, to'y kiyim, to'y girim, to'y suratchiligini siz uchun tayyor qildik. Yetim misr meyitlarga bahoda alohida e'tibor qilamiz. Baxt qo'ynida jilvalangan kulkingizni ko'rish bizning nishonimiz. Undaqda darhol biz bilan aloqalashing. Yangi asr to'y mulozimat markazi. Yangi fason va satqi yuqori bo'lgan oltin zivzinatlarini top va parcha tarqatadigan Tilsim oltin do'konimizda davlatimiz va chet ellardan kunda degudek yangi fasonlar xaridorlar bilan yuz ko'rishidi. Esil, sifatli, chiroyli zivzinatlar bilan go'zalligingizni namoyon qilay desangiz, Tilsimga keling. Adresi Buloqbeshi ko'chasi Atirgul restoranining usti 4-qavat 217 do'kon. Telefon 0991 88 22 222. Tilsim oltinlari. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, shundaqla naq maydondagi tomoshabin do'stlar. Haftalik sahna programmamiz orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Men program riyosatchisi Gulshan Mamat Tursun. Haftalik sahna programmamizda o'xshashlar sizlar uchun esil mazmunlarni tayyorladik. Bu son programmamizdagi aziz mehmonimiz bo'lsa, xalqimizning qalbidan, ya'ni hurmat to'ridan cho'nqur o'rin olgan atoqliq naqshchi, ustoz san'atkor Umarjon Olim. Qirina bo'lsa, Umarjon akamizni sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat. Umarjon aka, oldi bilan qimmatli vaqtingizni chiqarib, haftalik sahna programmamizga qatnashib berganingizga minnatdorligimizni bildiramiz. Rahmat aka. Umarjon akamiz odatda boshqalarga beradigan ta'siri eg'ir besiq, tamkin salmoq. Albatta, yana bir xarakterini bilmaydi. Intayin xushchaqchaq, texi humoristik to'yg'imi intayin boya. To'g'ri. Men chaqchaqchiligimni rost, mening o'zimning og'aylarim bildi. Men xalq uqmaydi. Bilmaydi-da. Asli men kichigimda chaqchaqchi. Ana men sakinda bir xil eg'ir chiqqandan keyin meni unda gaqildi deb o'ylamaydi. Ana bir mezgil ballar chaqchaq bo'lsin deb naqshamni etdim shu. Bo'lmasa shu chaqchaq qilib ketdi, bosh ayna qarab uzam o'qishni qo'ydim emas. Qancha vaqtlaringizni chaqchaq qila oladingiz? Men shu aqlimni bilsam qiziqishga men shu mahaldagi cho'nglarni terik turib o'ynadim chaqchaq. Biz sizda tug'ma borgan do'st bo'laydi-ekan. Ha, tug'ma. Bo'lib bu san'at bu ishlar to'lis tug'ma. To'g'ri, tabiiy bo'ldi, ha. Tabiiy bo'lgani yaxshi bo'ldi. Unda bo'lsa, shu chaqchaq bilan tanglam dutlarga mehrmi shu chaqda bog'langanmi? Dutlarga mehr bog'lanishdagi sabab mening aqlimni bilsam, dadam uyda dutlar chaladi. Keyin ham dadam bizni boqamida deb jafokash dadam dutlarlarni chamidi. Shu endi menda uyda tabiiy dutlar chilinib bo'lgandiki. Men shu aqlimni bilsam, shu mahaldagilar meni to'sib o'ylab bir naqsh etib, yo'lni to'sib o'ylab, bo'lmasa o'tkazmaymiz deganki, ular naqsh etib berib, dutlar chaqizib, ashunda qilib, shu mahaldagilar o'zi tarbiyalab o'tibdi-ku meni. Asli Xurshid dadamdan olganimda naqsh dutlar chalishni o'ylagan. Shuni o'ylab, shu mahaldagilar meni tabiiy ahvolda bir naqsh etib bergina, dutlarni chep bergin deb, shuni o'ylab men ish qilib o'zimni bilsam chalmadim dutlar. Amsa dutlar sizdan o'rgangan tunji sazingizmi aka? Tunji chalg'u hisoblanamdi yoki? Dutlar tunjisi, uningdan gitar bir mezgil gitarlar bizning davrimizdami? Yuzlangan hozirga kerak emas. Shu vaqtda men gitar chilib naqsh etdim. Dutlar chilishning oldida gitar chilib naqsh etishni o'rgangan. U keyin shuni o'la. Qaysi saviyaga borgandingiz masalan gitar chilib naqsh etishda? Xeyli ish qilib bir so'rinlarning o'ydisidan chiqdim. Mana, Keyin undan keyin balkim ma balla o'qimaydi bular tug'ilmagan mezgil. Shu mezgilga dashu yursinlar biladi dashu o'qiyotganlar. Men 86-yili gitarimning sadasida bir day chiqardim. Bu dancing gitarlar bilan.
O vaqtida dancing gitar deb shu moda mezgil bo'lgan. Hey, buni rost bilmaydiganmiz jumma, men o vaqt 5 yoshdim. Shuni bilmaydiganman-da aka. Shu davrdagi shu yani shu vaqt davrning bolalari bildi. O endi bir o vaqtida qanday rasm chaplaydigan emas, bir qarday. Ha, faqat ovozingizni anglay olmaydi-da. Mening bu naqshini Ömercan olim aytdimi, kim aytdi uqmaydi. Ammo abriyalad etsam, hiliqi bola shuka deydi endi. Buni chiqolmaydi. 86-yil shuni chiqardim. O deyning ismi gitarimning sadasi. Hozirmi aytilyapti-da, o'qidim nafrat deb bu naqshda shu men aytgan shu naqshning boshida. Shuni olib bu puti yerda moda bo'lib ketdi bu naqshlar. Men ondan keyin ömek ishlab, sana shu yerga o'qishga kelish to'g'ri qoldi. 90-yili sana shu yerga keldim, kelib. Shu vaqtida ondan keyin bizning Urumchida sizlar bilasizlar, Ablajon Fatima deb bir yo'dir bor. Bu Urumchi night oldin qatorda to'ylarni qizdirgan bir yaxshi yo'dirdi. Bular Dağıtangda bu o'yan qo'ydigan bo'lib kelib. Mush san'at maktabida G'uljidan bir Ömerjan degan bola kelib, shuni bir taklif qilib baqsaq deb meni izlab keldi bular. Kelgandan keyin shuni olib o'yanga qatnashgan bo'ldim. Ekber Qahramon bor. Men u yerda yana shu gitar dansing naqshlarimni aytmadimman-da. Endi u mezgillarda endi shu vaqt davrining bolalari bildi. Sekinda milliy muzika degan asos yo'q deyarli ko'p qolgan. Milliy muzikalar shu faoliyat, cho'ng bir faoliyatlarda bor, ammo o'yan qo'yib turgan ishlarda. To'y kunlarda, cho'qim jazgo dance uchun gitar bo'lmasa, bombag'dek darajaga bo'lib kelib, işte modlashib ketgan bu mezgil. Shunga bu Ekber Qahramon dutta bilan naqsh etib chiqsang aka dedi. Shu vaqtda dutta naqshlarim chiqqan emasmi? Men dedim, ya ukam haq qabul qilolmaydi, u meni shu yerda baqiraydi ondan. Mush gitar dansing naqshamni aytay desam, sen bir chiq baq aka duttani ko'tarib. Haq uni qabul qilolmay, ya'ni chiqib ketsin desa, ondan keyin gitarning naqshlarini aytmamsa dedi. Duttani ip chiqib o'tladim. Ömercan olim chiqdi deganda chavaqdimmi bittalchilik bir talla chiqdi. Qanday bo'ladi dedim. Ammo lekin mening naqshlarim xalqqa tanishliq. Shu vaqtda ovozingizni bildi-da, siz ovozingiz orqali cho'lpon bo'lib bo'lgan. Ammo men naqshini aytib bo'lguncha haq hiliqi bola shu kel deydi, ammo ismim mening chiroyimni uqmaydi u vaqtda. Shu duttani o'tirib shu mezgilda chiqqan. Bu yo'ldan qarablam shu vaqtda aytganman. Xalq sarayida o'tkazilgan shu kechilikda tunji qitim dutlar bilan naqsh o'rinlab, xalqimiz bilan yuz ko'rishimiz. Tunji qitim cho'ng sevdim. Qaysi naqshdi aka? Shu vaqtda shu onamni eslab deb bir naqshni aytganman. Ondan keyin shu yo'ldan qarab degan naqshlarni aytgan vaqtim. Ash onamni eslab degan naqshni shunday boshlasam, bir kuplet tugamayli bu chavaqchi ketdi-da. O bular abiya chiqqan vaqtimda chavaq chamoat bu nima bo'lib ketsam, naqsha haqqi tanishliq. Mening aytganimni bildim. Shuni o'ylayman, bu duttani ching tutib men shu aytgancha undan keyin xalqim duttachi bo'lib mangdim endi. Shu siz naqshini yurkingiz bilan aytdingiz. Shu mo'ng, shu piroq tomoshabinlarni o'ziga jalb qildi-da, moyil qildi. To'g'ri. Shunlashqanda o'zingizdagi bir ortiqchilikni his qilgan bo'lishingiz mumkin aka. Shundaqmi mening ovozimda bir xil mo'ng bor ekan. Bu bo'libmi ovoz degan bu tabiiy talant bilan mangdigan nima to'g'ri bo'ladi ovoz-chi. Endi uniki mo'ng. To'g'ri. Naqshchi deganda uslub bo'lish kerak. Onamni aslab, ikki misra anglasak bo'ladimi hozir naq maydonda? Ko'pdan beri tushim bozulup öter idi g'ashtikda kunim. Bugün mana şum xabar kelib tushib ketdi ichimga unim. Keyin aytmay shu ko'nglimizda ketdi. Men bir xilib ketdim hozir aras. Mo'shu naqshini tunji yo'lab men aytgan. Yurakdan chiqqan ku yurakka yoqadi deb. Hatto bu naqshida men 87-yilga Mo'shu mamlakat bo'yicha bir radio musobaqasi bo'lib, radio naqshi musobaqasi. Mo'shu onamni eslab degan naqshida men 1-darajalik o'rindash mukofotiga erishgan. Ash mamlakat bo'yicha bergan kinishkalari bor. Barcha baholuvchilarni ta'sirlantiribsizda aka. Bu naqshida men hozir shu bizning Jo'nyangtayda markaziy radioda mush naqsham hozir berdi. Qo'yilyotdi. Unda bo'lsa, Ömercan olimning dutlar bilan naqsh o'rinlash tarixi batlari shu vaqtdan boshlab boshlandi, ichildi. 90-yillarda ajoyib bir to'lqin ko'tarildi. Ömercan olim qizg'inligi. Shu vaqtga hayajonli minutlarni eslab baqsaq bo'ladimi aka?
Çolpanda mana Ömercan Alimni tunimaydigini yo'q. Nägili barsınız Ömercan Alim, nägili barsınız şu marka, şu obraz, şu kuylar. O acayip adamni xo'sh qiladigan bir hissiyotda hayajonlantiradigan. Endi o vaqtda eslab o'tay men. Demisimi Çolpan, Elsuyer Naqshi degani shu xalq berdi-ku. To'g'ri. Mana shu xalq bergan. Men shu vaqtda to'liq har yil ham shu Janub Shinjongga, Shimol Shinjongga o'yan qo'yib bordim. Janub Shinjongda o'yan qo'ydigan mezgilimiz uzunroq bo'ldi. Endi o sakindagi endi hammani deb bo'g'ilmaydi, azroq bir hayajon vaqtlarni deb beray. Mush Qag'liq noyasida cho'ng bir kino, vaqtida yozliq kinoxonada o'yan qo'yamiz biz. Usti uchuq. Usti uchuq kinoxona. Mandaq Töpü yip kinoxonlarda adam patqizolmaymiz. Meni deb kirdigan adam bekchiq. Haq eshib kelib, o'yan ko'ramaydi qalajiq bo'ldi. Bu shu 3-4 kishilik kinoxona, adam degan liq o'tirdi. Men ishga ketdim chiqib 12 kidek naqshini aytib oldim. Endi 12 naqshi degan bunday aytganda bir plastikning naqshisi bu. Shuni ola o'zimni talab ketib bormay, haq chavak cheyotdi, aytyaptimi? Angish qeri bir onimiz cho'kuvlar bir taqs lag'manni ko'tarib chiqdi sakniga. Sakniga chiqib balam charchidingiz, bular chavak cheyib yetkazıverdi, charchidingiz, bushni ishga yevasangiz dedi, shuni ola sakintla mayoq qarab ishga cho'ki yevilib, yana etdim bu naqshini. Endi o ko'rinishlar bir xil odamni nim qildi. Kilayli vaqanda shu onimizni o'zim izlab o'yan akilib belat to'laysam, kilayli onimiz ketib qopti, yo'q. Shu bir qacha oshning ichiga singan muhabbatning qanchalik muqaddas ekanligini endi mumkin ondan keyin o hardiqimi yo'q bo'ldi ya, shu ikki cho'kilag'man bilan charchig'inimizni unutib ketdik aka. Shu o onimizni albatta bunday hikoyalar bekchiqda. Yana birisi bor ondan keyin. Haqning qo'lida bilet bor, o'yan kirmaydi. Ishikdan hamda biletni berib kirish kerak. Lekin o'yanning vaqti oz qoldi-da, o'yan boshlaydigan vaqtimiz. Shuni olib artistlar hamda qaytib kelib tayyorlik qilinglar dedim. Bir aniqki o'yanni boshlaydi deb tursak, u mosh to'pi ochiq kinoxona hamda. Yozliq kinoxonada aytdik biz. Bir darvoza kiryapti-da, cho'ng darvoza. Bu o'yan haq kirdi, bu darvoza nima deb kiryotgan desam, haq ay darvoza ko'tarib kiribdi, o'yanga boshlab kelsa biz kiramaymiz. Pek suyumli ko'rinishlar. Shu buraqni ko'tarib, shu kiribdi, angacha o biletni qo'lida to'saydigan odam yo'q, shuni haq kirib yana o'yanni ko'rdi. Endi shunda qiziqarli ishlar jiq bo'lganmiz. Hayajonli minutlar. O'zingizdan ajoyib faxrlanib keta bo'g'oydingiz aka endi. O bir aslimidi, aslim bo'lib qoldi. Qanday desa, hozir menda nurg'un cho'ponlarimiz chiqyapti, o'yin qo'yapti. Endi bizning davrimizdagi andaq ustochi kinoxonlarimiz yo'q deyak bo'lsa. Ondan keyin men bu tuvanga o'yin qo'yib bormalı 15 yil bo'lib qoldi, bormadim. O mezgil degan bir ras aslida. To'g'ri, ha. Bu vaqtda hozirgidek menda telefon qilib oldigan, menda bir ishlar bo'lgan bo'lsa, shu ko'rinishlar hozir menga bek kerak, lekin aslim bo'lib qoldi. Anlıqçılarning tomoshabinlarning shundoq ta'mosiz muhabbatiga erishdim-mi, katta xo'shallik bormi? Bir san'atkor uchun elib aytganda, ha. Eng muhim to'sa. Bir san'atkor uchun shu haqning qo'llashi, bu chavak biz uchun bir xil madadda. To'g'ri. Siz texnik chiqsangizlar, agishib chiqdig'ini chavak. Ha. Pek muhim. Gözümdün akıdı taram yaşlarım, gözümdün akıdı taram yaşlarım.
Gözümü yumsam mı seni esleymen muhabbetime razılık verme ölüp kesen mi seni esleymen ölüp kesen mi esleyme Anlatçe kelmeydi uykum gözümü yumsam mı seni esleymen gözümü yumsam mı seni esleymen muhabbetime razılık verme ölüp kesen mi seni esleyme ölüp kesen mi seni esleyme muhabbetime razılık verme ölüp kesen mi seni esleyme ölüp kesen mi seni esleyme seni esleyme Mabrik kol başaka. Sormay desem, texelikin soray da qoyuldum. Çünki hem bizning abdorlarning amgikini mi hurmatlasak bo'lmaydi da aka. Mençuğu sizbek ayrılıp mı ketmediniz hem de sehinden. Ömercan aka siz şu çağlarda kesipte taze bir yuqur pelliği çıkkanda sehinden bir mezgil ayrılıp dikensiz bunun da bir sebep var mı depti. Bir mezgil sehinden ayrılgan bile lekin her yili yok degende bir işkini etip durdum icabı. Ömercan akam ki bazılar Tutlar bilan naqsha etishni tez deb qaraydigan, ba'zilar oson deb qaraydigan. Menga bek oson emas, hamda bir tarafdan dutlarni chilib, bir tarafdan naqsha etish. Men ham naqshni aytolmayman, dutlarchilik naqsha etish u yoq tursin. Ham siz bir kasbingiz bo'lishibdingiz bilan qanday javob bersiz? Ha, dutta o'zi ikki tarliq musiqa bo'lgan bilan, dutlarni chilish bek tez, unda oson emas. Masalan, hozir ba'zi bir naqshchilarimiz bor, sizlar uchirtib qolsizlar. Başkalar çeplerimiz ola eğitilmeydi adette özçilik. Asıl şularının özçilik etkisi var şu dutlarını. Bizim sanatkarların içidim cep özünün naksı özü çalamaydı Allah. Bu dutlarını onda asan emez. Öz iki tarlık olan bile bu ne? Hem de çeliş her kıl olurdu bu ne? Hem nakışçı özünün naksı boysundurup çalıdı, özünün uslubu öyle çalıdı. Hem benim dutlar çeliş uslubum üzemki khas. Yani başkalarının olanın özü khas ama lekin bunda asan emez bu. Bu bir mezgil məşq qılmısanız, qolunuz gəlməydigan. Bu nəyət məşqni xalaydigan bir musiqa. Bulub moyluqı tanışab durmuşsa texi. Tanışab durmuş kayniga yinib aldigan. Biraz aşağı bulamda. Qolquğa tükü emas, tenib aldigan. Bu dutta diyemi pek nazuk çalgıga da qaldım. Nazuk çalgı onun üstüge. Bunu nəyət şu joyida çalmasanız, naqşınızga maslaşmaydı. To'g'ri. Buni o'zingiz chilib turib naqsh etgandiki, masalan. Bu ovoz bilan qo'l bilmaydigan bo'lgandiki, buning murakkabligi yuqori bo'ladi. Hozir dutta sizmi naqsh etishyapsiz-ku, lekin hamda dutta chilib naqsh etgandiki, u hissiyat o'xshamaydigan. Faqat o'xshamaydi. Abi masalan, odam naslab nazaq deb berdim. Agar duttani chilib etsam, shu men aytib bo'g'icha shu yurgingil bor-da, naqshlar yurgingil. To'g'ri. O degan boshqacha. Shunlashqa duttag'im alaydi mikringiz bor-da. Ha, duttag bek mikrim bor. Hem de hazır burun kadar hem de meşkimiz mi yok hem de burun. Ben burun zaten bir gün mü tuttuğunu tokut koymaydım meşk.
Mush etmoqchi bo'lgan naqshlarimiz hali etligini qo'pab, dutachilib naqshlarni bir yoqqa etib, undan keyin cheyimni chiqib qildim. Hamda hozir hammamizning bir turmush bo'lgandiki, o bu ishni bilasizlar, aldirashib qo'yishgan. Turmush bismi, ha. Shu ishni bilan. So'rlig'i bo'lsam, anchamish dutta chap qo'ymsam, uyda chag'ildek vaqtim masosiyatni yo'q deyarli ko'p qoldi. Uydagilarmi chappa deb ketadigandu? Ayolim chappiring deb ketdi, shunda yali bo'lsa 3-oyning 8 bir qitim chappirman. Endi yangi yil 3-oyning 8-i, analar bayrami. Shu vaqtlardan bolalar bayrami deganda-chi, bolalarning bayrami bo'lganga, ana bolalarning tug'ilgan kunlarida chiqayt uytayli ham duta chaldigan. Bir yilda 4-5 qitim bayramda shu uydagi bolalarim ayolim etib birman, bekor etib birman. O'rim yo'qmi? Ha? O'rim yo'qmi uyda? Duta chilib naqsh etgan vaqtingizda? Ayolim mush otishnaga ayolimni men faqat o'rim bermaydim. Vallahi-chi, vallahi o'rim berishganlar bilamdi, bildigan ularmi? Bolalarim bildi, hamda ularmi shu o'zining topgan o'rim o'ziga yetishmaydi. Yosh bolalarning ishiga qo'ygandek. To'g'ri tushunimiz aka. Ularmi chavakni mushlar o'xshash yaxshi chapirdi. Şun etiyverme. Ularmi bildi mening pulga ancha qiziqmayman, chavak kamroqligimni-chi. Majab bek isil oldi aka. Turg'a Umar ustozimiz, akamiz o'lib ketdi-ku. Turg'an kamning uyiga bordim. Bir naqshi bor yo'lin qarab deb. Mush naqshining shu bir yer kamdaklik qiladi, sen bir o'zing qarab yiqib mushni aytgan afkam dedi. Bu naqshining avjisini men chiqargan. Tanglatqicherga avji bu naqshi yo'q. Bu o'zining avjisi tanglatqicher kelmaydi uyqum mandati. Avji yo'q. Uning avjisini men o'zim chiqarib, shuni olib buni aytib etdim. Butun xalqqa tanishlik bo'ldi. Shuni turgankan mana endi topdingizkan. Men ashyer bir yerini topamadim, sen chiqaribsan dedi. Bu naqshni endi mana aytganda o'zlashtiruvchi bo'lib qoldim endi bu keyin bo'lsin-chi. Shu tekstidimi alayda endi diqqat qilib, yana buningga ancha-muncha ijodiyat qo'shib, shunda yaxshi chiqqan naqsha bu. Hozirmi nada bo'lsam bir shunday boshlasam, hozir qadar xalq yaxshi ko'rdi, o'zim yaxshi ko'raman. Hammamiz agishib yetalaydigan tursa, aka. Agishib yetalaydigan naqsha. To'g'ri, bu pek muhimki. Masalan, endi biz riyosatchilarmi, hamda avtorlar bizga maqolalarni yozib berdi. Yozib bergandan keyin hamda biz buni ko'ramiz. Ko'rgandan keyin yana bir qitimliq ijodiyat qo'shimiz. Hamda bu avtorning amgaki lekin biz yana bir qitim ikkinchi qitimliq ijodiyat qo'shimizda shuning o'xshash sizmi har bir ahang, har bir tekstga nisbatan o'zingizningki shu qurbingiz yetguncha ijodiyat qo'shisiz. Shunday bo'ldi. Masalan, shu naqsh ijodiyat naqshlarda o muzikini ijod qilib bizga bergan odam uni 100% bermaydi uni. To'g'ri, ha. O bir 50-60% atrofida bizga ishlab berdi. Sho'yang deymiz uni. Berib, qag'ini bu naqshchining ortiqchiligi, shuni nurg'un naqshchilar ijodiyatchi qanday bergan bo'lsa, shu ichida aytib chiqarib yetadi. Bu o'zining ortiqchiligini singdirish kerak, o'zining uslubini singdirish kerak. Undan keyin ba'zi bir yerlarni o'z tarafiga qaratib turib qilganda bu naqsh mukammal bo'lib chiqdi. Shuning uchun yana bir qitimliq ijodiyatmi bek muhimki. Bek muhim u. Shunday bo'ldi. Buldu aka, endi tomoshabinlarimizning qanday savollari bor ekan anglab boqaylik, ha? Aka, sizning bu programmani ko'rib xush bo'ldim. Endi sizdan bir savol so'rab baqsam, endi hozirgi kishilar o'sha dutar degan cho'nglarning so'zi, cho'nglar aytib, cho'nglar anglaydi deb qaraydi ekan. Endi siz mush aytga qanday qaraysiz? Masalan, bu yerda misol elish to'g'ri qoldi. Bizning Abduveli Sattar. Abduveli Sattarga men bir kun o'zimni faxrlanib turib dedim. Bu akurtuluşdağı asasda bizning haliqi mana nima deymiz, reallar orqali bu royal gangching deymiz. Shu orqali tambirni bir xil g'ayri bir chaldi bu. Shu hozirgi yangi zamonga moslashtirib chiqqandan keyin xo'sh bo'ldim men. Buni manda chelish kerak ekan. Bu davomli shu yerlik xalq naqsi bilan muqamlik chaldigan ish yo'q. Ba yoshlarımizga bu degan bizning an'anaviy muzikimiz mana manda nimaligim chag'al bo'ldi deb boshda yuzlanglar dedim. Shaxsan men duttani Çeliş doğru ki kas bunu yağım anlap kalasılar. Moji azık zamanı bir nakşıdan hemmesi ki silah yaktığı çeptirip etip vereleyim. Ömerci aka yaxshimsiz? Sizdan bir savol so'rab baqsam, agar mushu naqsh kasbini tanlamagan bo'lsangiz, siz hozir qaysi kasb bilan shug'ullanayotgan bo'ldingiz? Ajab yaxshi savol so'radingiz. Naqsh kasbini tanlamagan bo'lsam, balet o'ynan. O'zingiz o'ylab baqqanmisiz aka? Bu savolni. Men o'ylab baqdim. Endi bu mandaq mujni tanlamay desammi, oxiri yana masalan boshqa bir kasbni tanlagan bo'lsam, oxiri yana mush kasb menga to'g'ri kelib qoldi. Bu deganligi nimalar menga degan irsiyat bilan menga degan kasb bu. Bu naqsh kasbchi.
muzikaga erishib o'tganlar. Masalan, sizning oilangiz ya ota buvingizda bu san'at hujayrasi bo'lmasa, qarang. Siz hozir san'at maktabida biz 10 yil o'qisakmi, ya'ni shu bo'yicha qaytasiz. Ügetken bir ikki muzikani chala olaysiz, ya'ni ishingizdan bir hissiyotli birdim chiqmaydi. Mening masalan buvamni naqshchiga, dadamni dutachib naqsh etdi men aqlimni bilsam. Ondan keyin man keldi bu mashinada mang'irga ishga. Endi buni men tanlamayman deb amalim yo'qki, amini tanlaytimki deb javob bersam bo'larmikin qo'ydi buni. Bo'ldimi? Ha. Bo'ldi ya? Ha. Ömerci aka yaxshimisiz? Hozir vaqtingiz xayrli bo'lsin. Rahmat. Mushu dutlarni yoshlar chalsinmi bo'ladi dedingiz. Undaqda mushu dutlarni sizning balangizmi chelishni bilamdi? Mening balam heliqi sizlar balkim ko'rgan o'g'lim deb bir naqshi bor. MTV ishlagan. So'yib qanmaysini o'g'lim degan naqshani MTV'sini ko'rsanglar bir dutta cheyotgan seriq maykliq bir bola bor. Balamning 3-4 yosh vaqti. Çalıdı, çoğun oğlum çalıdı. Şunun kim bularını ben, benim aile terbiyem başkasına okşap kalmaydım ben. Vallahi hatta tamak yiyişten tartıp başkalarına okşamaydım terbiyeligen. İşenmisanlar, benim ballarımın bana hazırının öz numarını yapırım, düştü lağmayı yapıyordunlar. Lağmayı isim avazını çıkamaydım ben aşkı oğlum. Aşı derecede terbiyeleyim ballarını şu ben. Qattiq talab qo'yma demoqchi men jamiyat o'zim tushunganligi, so'rg'iga chiqmaganligi. Bu ballarımni men balam men hem de tutta naqshi bilan Ömerci alim deb tonildim balam. Bu nayt cho'ng tirishchanlik bilan kelgan ishlar. Hozir san'atkorlar bek chiqib, xalqning qalbidan o'rnagan, alayit tonilgan san'atkorlarni bunda barmoq bilan sanalaysizlar. Hammasi emas. Shuning uchun balarimga men bu talabni qo'ysam, bular dada endi men ularga qaysi darajada izlanib ashtaq tonilganimni deb bergandan keyin bular dada sening burun tatgan japoying bek japodi men naqshchiga ularni el deb beraman. Biz yaxshi o'qaydi dada, yaxshi o'qigach, uningdagi naqshlarni aytayli. Keyin butta ügüniş istekimiz bo'lganda sen bo'lganda uytasa deb bular o'qishlar bo'lib ketdi men bolalarim. Men shu yaxshi o'qinglar bularni deb bularni o'zim o'rgatmadim. Ömercan aka boya tomoshabinlarning savoliga javob berish jarayonida naqshchi bo'lish uchun bek jafo tortgan dedingiz. Ham oson emas. Bo'libmi xalqimizning hurmat to'ridan o'rin olish degan bu nom har qanday bir naqshchiga nisb bo'lavermaydi. Bu hurmat to'ridan o'rin olish degan bek katta bir sharaf-ku. Shundaqmi? To'g'ri. Endi men bek testi naqshchi bo'lgan deganimning sababini deb bersam, mening kichik vaqtlarimda o davrlarda xalqning uyda loyinglar degan nimalar nayt turmush yaxshi oilalarda birdan bo'lmasa, bu loying bir mahalda bir saram bor. Men G'uljida cho'ng bo'lgan. Bizning mahaldami bir oilada bordi o loying. Shuni o'rgangan naqshlarimni ash loyingga akirib kirib o'zim men naqsh etib beraychi sizga deb degandiki o oiladagilar bo'pti deb besib naqshlarni etib men qo'yib bersin degan qo'shal bo'lib ashta yurtib. Ondan keyin men naqsh o'rganish uchun qanday qilmay desanglar, bizning G'uljidagi peshqadam ustozlarimiz to'ylarning maslahat joylarini hoyillarda yozning kunlari. O'sha hoyla talbarangning ostida gelemni sapib ashari qilit emasmi? Men berib ash tamdan atilib kiyimlarim to'pa, ash tamdan atilib shularning naqshini anglaydim. O sorunga men kiremeymek kichik, menim kirgizmaydi ular. Aş tamdan atilib bütün kiyim keçkim topa aş muşta o'tirib ashlarning naqshini kallamga yig'itdim. Uyga berib shu naqshni mashq qilib, onadiga yozdim. Ash kallam ash shu zaman kallam qachlayman naqshini men. Anda qilayversa kallami loyinglab ketdi-ki, adamning zehni shu yerga borgandiki. Uyga berib uni yezib, onadiga yan dutali mashq qilib, onadiga so'rlar berib naqshamni aytdim, buni mashinada japa degandim. Aylıqı, endi ma hazır yaşlar deydiğim sizlarga acayip yaxshi davrchi bu. Ömerci alim uslubini yaxshi ko'ramsizlar, ya Abdullah Abdurimmi qaysimiznikini yaxshi ko'rsanglar, hammamizning önal qo'llari sizlarga tayyorda, hozir telefoninglarda bor naqshlarimiz. Shular orqali o'rgansizlar, naqsh etishni, dutta chelishimiz ne xil o'rganalaysiz. Mening davrimda men ashundaq test o'rgangan. Ondan keyin shu ustozlarimizning uyga berib, to'g'ri. Biror naqsh o'rgatib qo'ysangiz deganki ular aytdi. O loyun yok da onu loyun kolaysan, loyun ağda kudurtumuz yok bizden. O mezgiller diyen nait turmuş yaxşı ailelerde bir eşkide loyun oldu. Bir mahallede. Men aşında çipperse kallamık çıkıp, onandaki ekip öydü meşgul oldu. Onu maşındak yapada Ömerci alim bu. Sizni pek kan kursak deydi. Doğru.
Bulupmu şu kesiptikiler Ömercan'la hakikaten intayin kən qursak, kəmtər sənətkarlarımızdan biri deydi. Qursak bək çoğ emas lekin bək kən qursak deydi. Hem de sənətkar degenin bir devri oludu. Çokum meni hazır, ben ölgüç Ömercanlı boluşum gerek. Ben başkalarına seklememeyim desem o benim akmaydı. Bu degen şeyler yenilip bana da. Doğru. Yani yaşlarımız çıkan diken mesela. Yani benim uslubumdan biri nakşi çıkıp beni izlep gelip Ömercek ya ben bir Nakşambat ittifakı degen ki bu karısam uslubu benim uslubum bolgandan ki ben bunu üyütüşüm gerek. Boldu bu manda kılsa hem de bir yerde birinci sanatçı bulumer dese ahlak birinci orada durdu. Sanat ahlak degen birdim bu. Bu sanat ahlak olmasa adamda o siz asmanı şikayet gerek talantınız olsun mu? O hak onu kabul kılamaydı. Doğru. Birinci sanatkarda ahlak. Şu kıvatkan kesbini söyüş. Onunki sanatkar degenge xalq ko'chada bek diqqat qiladi. Onun kiyinishi, ketib berib yo'lda qanday menyapti, gap so'zlari, ish harakatiga diqqat qildi. Mushishlar bek diqqat qilish kerak edi. Ona diqqat qilmay, ommaviy so'rlarda har qism har xil so'rlarda o'tasa adam to'g'ri bo'lmaydi. Shunga bek diqqat qilmasa bo'lmaydi. To'rdoshlarning bir savoli bor aka. Ömercan aka siz naqsh etishda o'zingiz xos uslub yaratgan ustoz sanatkor. Biz davomli naqshchilik sohasida xoslik yaratish kerak deymiz. Qanday qilganda xoslik yaratqilib bo'ladi? Endi bir sanatkor xoslik yaratma, men bir uslub yaratma deydi-ki, kishilarning naqshisini, masalan, mening naqshamni yaxshi ko'rgan bo'lsa, u naqshini essin, meni do'rimay essin. O'zidagi ovoz bilan. O'zidagi ba ovoz bilan, ammo meningki ortiqchiligimni masalan, bir xil elib turgan puroqlarimiz bor-ku, u yerdan foydalansin. Ama qolgan vaqtida o'zining ichidan chiqayotgan hissiyotini shu naqshaga berib turib, bu Ömercan olimning naqsini men do'ray demay, ama Ömercan ham aytgan naqshga men bir aytib o'taychi degan asosda o'zining uslubi bilan essa bu asta-asta bu balda uslub paydo bo'ladi. Ondan keyin mush o'zi yaxshi ko'rgan san'atkorlarning ortiqchiligidan foydalanishga bo'ldi. Endi men aytgan bo'yicha essa, bu bala Ömercan olimning uslubini do'rgan bo'lib qoldi. Endi unda bolalar yana yeni uslub yaratmayız qanday qildi desa, birga ijodiyat naqshlarni chiqarib aytib berish kerak. To'g'ri. Mush ijodiyat qilg'izib, ijodiyat naqshlarni aytganda, ya'ni ijodiyat qilib ovozini do'rashga bo'lmaydi. Uni yana o'zining uslubiga qaratib turib, endi bu xil mezgil ketadigan ishlar. Bo'lmasa hammasining o'zining uslubini topqisi bor naqshchilarning. Bu shu hada boshlanganlar diqqat qilmasa, boshqa bir uslub yepishib olgandan keyin uni qaytırmaq yaman tezki to'xtaydi. Shuning uchun san'atga hadab qadam qo'ygan vaqtida cho'qim o'zidagi ba ovozni asos qilib, o'zidagi ichidagi hissiyotni asos qilish kerak. Shunda uslub yaratilib qoladi. Ömercan aka siz sahnaga chiqishdan burun qaysi nuqtaga diqqat qilsiz? Mush ketib turib putilishib ketmaydigan nuqtaga bek diqqat qilaman sahnaga. Men sahnaga chiqishdan oldida endi san'atkor degan boshda bir o'zini tuzlashtirdi-ku endi. Kostüm burluklarını kiygen bulsak, galastukımız maymakma. O bu dep ondan keyin birge sahnege chiqishdik elaki. Manda men ishimizga diqqat qilamiz. Endi o'zimiz tashib manda maqsaqma bo'laverdi lekin sahnege chiqqanda bir xil o'zimizning aytgan naqshidimi chiqib turdi, bir xil mardona chiqishimiz kerak sahnege. Shu sahnaga yarashadigan salobat bo'lish kerak. Ondan keyin tövendagi xalqqa nayt kulimsirab, shu xalqni eng ko'ngildagi birdan bir özünün yaqin adimi qatarda hurmat bilan chiqsak, urug' tuqqanda kesqisa. Ondan keyin sakinde o'taganda o'diq ishni qat'iy o'ylamaslik kerak. Men burundan tatib shu duttani qo'lam qilib o'tirib olsam sakinde, tövende xalq ol chaqchaq qilishim kelib ketuvchi mening. Boz kuldirib, ashunda aytmaylik tabiiy. Anada o'diqmaydi. Endi bugungi qimmatli fursatda ko'rmanlarimizga, tomoshabinlarimizga, anglag'uvchilarimizga deydigan cho'qim minnatdorlik so'zlaringiz bor aka. Shundaqmi programmamizni mana hozirgacha yoqtirib ko'rayotgan tomoshabinlarimiz sizning naqshlaringizni yuragi bilan tingshayotgan, shu ta'masiz muhabbatini sizga sunayotgan bizning ko'rmanlarimizga deydigan qandaq minnatdorlik so'zlaringiz bor aka. Bugun men mush haftalik sahna orqali tomoshabinlarim bilan yana bir qitim yuz ko'rishganligimda intay qo'shalman. Rahmat. Mening hozir qadar Ömercan olim bo'lib turishimdagi sabab mush tövendagi tomoshabinlarimning meni qo'llab quvvatlashimdan ayrilib farqi bo'lmaydi. Shuning uchun san'at suyar xalqim men sizlarga yangi ijodiyatlarni sunishga tirishaman. Rahmat sizlarga.
Rahmat Ömercan aka, bugungi haftalik sahna programmamiz orqali Ömercan akamizning yana bir xarakterini tushunib olgandek bo'ldik. Ya'ni intayin yumoristik tuyg'uga boy programmamizga yana bir qitim kelishingizni umid qilamiz. Vaqtingiz yor bersa. Rahmat aka, eng oxirida turmushingizga xotirjamlik, sog'lik, ko'ngil ozodaligi tilash bilan programmamizni oxirlashtirmoqchimiz. Ekran oldidagi qadrli ko'rmalar, shunaqla naq maydonlik tomoshabinlar soatlik sahna programmamizning bu sonini mushada oyoqlashdi. Keyingi son programmamizda qaysi cho'lpunimiz sizlar bilan yuz ko'rishadigan diqqatinglar davomli programmamiz bo'lsin. Xayr qo'ying. Yazgan xətlərim Amriğim Tetimliye Bab yazgan mı Kızıl gül Pıraydı Yazgan xətlərim Amriğim Tetimliye bab yazgan mı? Tan seher bulbuldek telmirip yaki Kızıl gül geçilgan çağ yazgan mı? Tan seher bulbuldek telmirip yaki Kızıl gül geçilgan çağ yazgan mı? Kızıl gül pıraydı yazgan xətlərim Kolumda kızıl gül Bağmeti yaki Kolumda kızıl gül Bağmeti yaki Gelmezdiyen şunda xət yizip tursan mı? Kütürmen bir seni ölüce takip Gelmezdiyen şunda xət yizip tursan mı? Kütürmen bir seni ölüce takip yazgan xətlərim Aylinip kettin mi sen kızıl gülge Kızıl gül pıraydı yazgan xətlərim Aylinip kettin mi sen kızıl gülge Yizip tur muhabbet dünyası
aylanar çölge. Yeter muhabbet dünyası küçük, hitimsiz bu alem aylanar çölge. Hitimsiz bu alem aylanar çölge.